qonunchilikka muvofiq ta'sirchan soliq mexanizmini qo'llash kerak. Viloyat prokurori. Sen yozib ol shuni. Yozib ol, mana shu seni bo'yningda. Har kuni ertalab 6da turib, obedgacha shu bilan shug'ullanasan. Har bittasi bilan o'tirasan. Qani, og'ayni, sen shu fuqaro ekan. Men qonunni tashkil qilib berayotgan adolat egasiman. Nimaga 20 yildan beri bu sotib olib ishlatmayapsan? Kimsan? Nimaga bu yerdan soliq tushmayapti? Nimaga odamlar ishlatmayapsan? Nimaga degan savolga siz menga bir oyda bosh prokurorga tilxat yozasiz. Hammang uxlab o'tiribsan bu yerda Farg'onada. Olma pish, og'zimga tush. Olma pishmaydi, og'zimga tushmaydi. Hech kimda og'ziga tushmaydi. Agar biz hammamiz o'zimizni qiynamasak, qiynash kerak odamlarni boqish uchun. O'zini rahbar degan odam o'zini sal bila bildirish kerak elga. Siz ham katta rahbarsiz, og'ayni. Mana shuni yozib oling. Unday u zamon o'tib ketdi endi. Likkilar formada o'tirib, oldingi bir bosh prokuroring bir bor edi bir. Hamma yerda poraxo'rlik qilib o'rgan. Korrupsiya bo'lgan prokurorni olib tashladik. Mana yangi prokurorimiz katta ish qilyapti. Shuning uchun sen ko'mak bo'lgin, yordam ber yangi prokurorimizga. Bo'lmasa seni ham xayrlashga to'g'ri keladi, seni ham. Menga bundaqa chiroyli o'tirgan odamlar kerak emas. Tomoshabin bo'lib, ilondagi o'tirasan hamma. O'tirarding oldin. Bundaqa gaplar ketmaydi endi. Tekshir. Birontang tekshirsang, o'sha kuni tekshirganing ketadi. Odamlar charchagan seni tekshirishingdan, odamlar hamma ishonmay qolgan. Davlatga emas, sizlarga. Hammani oyog'iga kishan. Prokuror, milisa, yana bir ikkita bor tashkilotlar. Soliq. O'tirib olib 339 tani qamash emas, mehnat qilib ishlatishni menga chorasini berasan. Men qamatishni senga qamalsam juda chiroyli bilasan qamashni. Menga odamni qamashing kerak emas. Menga o'sha odamni dunyoqarashi o'zgartirib, agar noinsof bo'lsa, darrog'ina soliqni qo'yib boshqa odamga berish kerak. Tamam. 20 yildan nima qilib o'tiribsan sen? Nimaga buni ishlatmayapsan? Kim senga buni berdi o'zi? Qaysi aqlsiz bunga qo'l qo'ygan deb aytish kerak. Kim senga sotgan buni deb? Qanday chidash mumkin? 15 yil bo'ldi ishlamayapti. Hech kimda ishi yo'q. Odamlar qaqa dardini aytsin. Qayerda men ish joyi olaman? Sen tomoshabin bo'lib o'tirsang.